Barcha kasalxonalar sizlar bilan Rebe. Men bugun qorli Vijvanyaning 4-qismini olishga qaror qildim. Bu qismda biz o'sha daraxtlarni ko'chadan olib kelamiz va mashallah ikkiga bekib tashlashimiz kerak. Bo'laman mana. Tapor yo'q. Tapor yo'q ekan bo'ldi. Hozircha yog'ochlisi ham bo'laveradi. Ketdi. Bu yoqda daraxtlar ko'p ekan. Xo'lasa. Prям bola biz daraxtlarga keldik. Endi biz bu yerdan iloji boricha ko'p daraxt chopishimiz kerak. Bola mana men ketyaptim uyga. Mashallah fakir qo'yib ketsak-chi. Keyin kelganimizda adashib qolmaymiz. Ovozimni pastligiga e'tibor qilmaysiz. Video yaxshi qilsa kanalga videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 28-dekabrgacha 20 ta bo'lishimiz kerak. Ровно 20 ta bo'lishimiz kerak. Oshib ketsa ham mayli oshaversin. Men qaror qildim, uy yog'ochdan bo'ladi. Tomini muz bilan yopolmayman. Chunki menga shoki kasanya yo'q. Shoki kasanyani olish uchun sehrlash stol kerak. Sehrlash stol uchun 2 ta olmos kerak. Buni olish uchun konga tushish kerak. Konga tushish uchun kirga kerak. Kirga hozir meni oldimda yo'q. Bolaman kecha post joylagandim, challenge beringlar deb. Ko'pchilik уже challenge beribdi. Ko'pchilik challenge berdi. Qor yog'ishini qaranglar. Prям bor, O'zbekistonda qish deyishga odam yo'lyapti. Men ma'zurda chetga chiqmaymiz. Bizda yog'och tugadi bolalar. Men bitta screenshot olaman. Zo'r. Menga kerak bo'ladi bu. Bo'ldi. Videomiz shu yerda tugaydi. Barcha tomoshachilar uchun rahmat sizlar bilan. Revert bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.